Amerika prezidenti Donald Trumpның muavin dövlət bexatarlik məsləhətçisi Matt Pottinger Xitayning Uyğur türkleriga qaratgan qilmishini aybladi va Xitoy madaniyatida jazo lagerlarining hech qanday asosi yo'qligini bayon qildi. Trumpның Xitoy siyosat direktori Pottinger Angliyadagi siyosat almashtirish aqllar ambarida o'tkazilgan faoliyatda Xitoycha so'zlagan nutqida Xitoy xalqiga xitob qilib, "Men Xitoyning falsafa, din yoki axloq doirasidagi jazo lagerlariga qoyil qilarlik o'rin topolmadim" dedi. Xitoy xalqidan o'z hukumatining Uyg'ur xalqi va boshqa diniy asonliqlarga qaratgan siyosatini tekshirishni talab qildi. Pottinger so'zda yana kunsi kuchayotgan xalqaro o'rtaq tunishning Beijing hukumatiga qarshi texnik keskin pozitsiyada bo'lishiga diqqat qildi. Oldingi hafta Aqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilikqa yaqin bir zulmni qilayotganligini aytgan edi. Amerika parlamentining bir qism a'zolari Amerika hukumatini texnik ko'p harakat qo'llanib, Xitoy hukumatining ziyonkashligiga duch kelgan Uyg'urlarning bexatarligini qo'g'dashni, viza tasdiqlash rasmiyatlarini tezlatish va musofirlarga panohlik berishni o'ylashni talab qildi. Xitoyning Uyg'urlarni xohlagancha tutib turishi va ularning kishilik huquqini dafsanda qilishi barg'ansari ko'p tanqidlarga duch kelmoqda. Florida shtatidan kelgan Demokratchilar partiyasining parlament a'zosi Teddish boshchiligidagi 31 nafar parlament a'zosi juma kuni davlat ishlari kotibi Pompeo va davlat bexatarlik ishlari muvaqqat kotibi Wolfiga xat yozib, hukumatdan Uyg'urlarning viza rasmiyatlarini tezlatishni, Uyg'ur musofirlarning panohlanma salohiyatini oldingi o'ringa qo'yishni, shuning bilan bir vaqtda musofirlarning umumiy sonini ko'paytirishni o'ylashni va Amerikadagi Uyg'urlarni qo'g'dashni talab qildi. Ular maktubda mundaq dedi: Xitoyning Uyg'urlarga davomli ziyonkashlik qilishni ko'zda tutib, ularning oila, ma'arif va xizmatga iltimos qilish vizasi iltimosini tezroq bartaraf qilishni o'ylashinglarni talab qilamiz. Bu kishilar nopusni majburiy kontrol qilish, majburiy emgak qilish, tutib turish lagerlarida xohlagancha tutib turilish, jismoniy jihatdan xo'rlash, jinsiy parakandichilik, keng ko'lamli nazorat qilish qatorliqlarga duch kelishi mumkin. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell Xitoyga munosabatlik masalalarni yaqindan kuzatib, o'rtaq siyosatni taraqqiy qildirishni planladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar idorasining birlashma yozma bayonotida Pompeo bilan Borrellning telefonda ko'rishganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bayonotda bu ikkilarning Xitoy bilan munosabatlik barliq masalalarni atrofliq va o'rtaq bir taraf qilish uchun Amerika bilan Yevropa ittifoqining yangi dialog musobaqasini boshlaganligi o'tirg'a qo'yildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi bilan Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar mulozimati o'tirsidagi dialog asosida Xitoyning kishilik huquq xotirasi, bexatarlik va ko'p xillik qatorliq masalalarning atrofliq ko'rsatilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Angliya hukumatining Angliya pasporti bor Hong Kong fuqarolariga bergan imtiyoziga qarata Xitoy Angliyani aybladi va uni e'tirof qilish qilmasligini qayta o'ylashadiganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Angliyaning va'dasiga xiloflik qilganligini va Hong Kong masalasida o'zi xohlagancha ish qilganligini aybladi. Muhofizat to'ri Angliya hukumatining Angliyaning chet elliklarga beradigan pasportiga ega bo'lgan Hong Kongliklarga Angliyada turish va ishlash jihatda imtiyoz beradiganligini xabar qilgan edi. Boris Johnson hukumati navbatda 3 million Hong Konglikning bu xil imtiyozga erisha oladiganligini bildirgan. Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida Angliyaning va'dasiga xiloflik qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini, Hong Kongliklarga berilgan pasportni sayohat belgisi qatorida bartaraf qilishni o'ylashadiganligini aytdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Choshan urushiga kirganligining 70 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zida Amerikani ishorat qilib, urushga tayyor turish chaqiriq qildi. Amerika prezident saylovining yaqinlashishi bilan ikki davlat munosabati jiddiylashayotgan bir paytda Xi Jinping so'zda tig' uchini yana bir qatim Amerikaga qaratdi. U mundaq dedi: Xitoyning Choshan urushida g'alaba qilishi Xitoyning eshik oldida avorchilik tug'dirgan har qanday odam bilan urush qilishga tayyorlanganligining isboti. Xi Jinping yana Xitoy xalqi masala paydo qilmaydi. Ular masala paydo qiluvchilardan qo'rqmaydi.
Biz egilik huquqimizga yetkazadigan ziyonlarga qarab o'ltirmaymiz. Biz hech qanday kuchning vatanimizning zaminini egallab olishga yoki bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz dedi. Yevropa İttifaqı bexatarlik tadqiqot o'rnining Xitoy mutaxassisi Alex Ekman mundaq dedi. Shubhisizki, bu Amerikaning bevosita nishon qilgan uchuri. Xi Jinping keng ko'lamlik urush ruhi qo'zg'avatdi.